Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qishki sekretimni ko'rsatmoqchiman. Qiziq bo'lsa kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videolarim ham bor. YouTube kanalimga kirib ko'rsanglar. Zavod yopilgan usulni yopaman. Hech qaysi bankam otmaydi. Bu shaftolidan kompotim. Ozroq qiyin bo'lsa ham ishonchli usulda yopaman. Bu o'rikdan kompot yopganman. Uzumdan kompot yopganman. Gulosdan kompot. Shiponiga ham solganman. Juda ham mazali bo'lgan. Sok yopganman, pomidordan sok. Ichida kapustasi, piyozi, hamma narsasi bor. YouTube kanalimga kirsanglar bor videolarim. Behidan kompot yopganman. Bankka ham yopib beraman, uydaman. Kompotlarni 50 mingdan yopib beraman. Qiziq bo'lsa kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu ikra yopganman. Tayyor ovqat, qishda ochib yeyaverasizlar, mazza bo'ladi juda ham. Sho'rvodring ham yopganman. Malinadan varinni. Durujbada turaman. Bankalar bo'lsa, tuxumbarak bo'lsa qilib beraman. Jukuchka ham yopganman. Mana damashni sariyog'lar, tuxumbarak ham videom bor YouTube kanalimda. Kirib ko'rsanglar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, tuxumbarak ham zakazga pishirib beraman. Damashni tuxumga, damashni sariyog'ga pishirib beraman. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosinglar.